shukr qilib, bu bergan ne'matingni to nafasimizni oxiriga qadar ibodat bilan o'tkazishni bizga nasib qilgin deb Allohdan so'rashimiz lozim bo'lar ekan. Parvardigor jalla va ala har birimizga ham hayoti dunyoda shunday tillarimiz ham, dillarimiz ham Allohning zikrida bo'lsin ilohim. İbrahim ibn Adham rahmetullah alayh ulug' zot ekanlar. Ra'a rajulan yuhaddithu bi shay'in min kalami ad-dunya fa waqafa alayhi faqala ahadha kalamun tarju fihi ath-thawab faqala ar-rajul la qala afata'manu fihi al-'iqaba qala la fama tasna'u bi kalamin la tarju fihi thawaban wa la ta'manu fihi 'iqaban alayka bi zikrillah. Bir odamni ko'rdilarki, gapiryapti. Dunyo so'zdan gapirayotgan odamga ko'zlari tushib qoldilar. Ibrohim ibn Adham rahmatullohi alayh. Haligi odamning oldiga borib to'xtadilarda, birodar, shu gapirgan gapingizdan savobni umid qilyapsizmi desalar, haligi odam yo'q dedilar. Shu gapirayotgan gapingizdan Alloh jalla va ala qiyomatda azobni saqlaydi, azobidan, Allohning iqobidan eminda bo'laman degan narsani umid qilyapsizmi dedilar. Yo'q dedilar. Nima qilasiz bo'lmasa dedilar. Bu gapni gapirishdan nima foyda sizga dedilar. Sizga gapirgan gapingizga savob bo'lmasa, gapirayotgan gapingiz tufayli oxiratda Allohning azobidan shu gapingiz saqlaydigan bir so'z bo'lmasa, uni o'rniga o'zingizga Allohni zikr qilishni ixtiyor qiling, lozim tuting o'zingizga. Nima qilasiz bu gapni gapirib dedilar. Qarang, palonchi ketyapti, qiyshiq ekan, pistonchi ketyapti, cho'loq ekan, kimga keragi bor? Shunaqa gaplarni gapirgandan ko'ra Allohni zikri bizga mashg'ulaganda muhtaram jamoat, shu bizga foydali ekan. Palonchini yomon deganimiz bilan pistonchini u deb qo'yganimizdan ko'ra bizni gapirayotgan gapimizga balki gunoh yoziladigan bo'lsa, Allohning zikriga mashg'ul bo'lgani biz uchun lozim.